Ahırqı leksiyemizde diqqat qılan hörmətli vətəndaşım, öyünün içində çoğunlaq avazım sözləyəməyə qaldım. Avazım qandaq çıxdığını uqmayman. Kiçik balalı uxlavat qaldıq üçün şunda qoltalağı çıxanmaya qaldım. Yağmur qar yağıvatıdı. Ən ahırqı leksiya bu leksiyaga qulaq salın. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministri Ashton Carter Jungo'nun Janubiy dengizdagi harakatiga diqqat qilamiz deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 4-oyning 9-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining ministri Ashton Carter mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning talash tartish bo'layotgan Janubiy dengiz harakatiga Amerika Janubiy dengizdagi harakatiga Amerika qattiq diqqat qiladi. Carter o'tgan haftaning 5-kuni Nyu-York shahrida Osiyoning bexatarligi to'g'risida nutq so'zlaganda Osiyo Tinch okeani rayonidagi davlatlar Jungo'ning harbiy harakatidan ansirayotidi deb ko'rsatdi. U yana Jungo'ning harakati ko'lam va doiradan olqib ketdi deb ko'rsatdi. Ashton Carter Jungo'ning bu dengizdagi harakati yana ko'lam va doiradan olqib ketdi deb ko'rsatdi. U yana Jungo ko'rsatdi. U mundaq ko'rsatdi. Bu davlatlar Amerika oshkor yoki ayrim munosabatlar doirasida atrofidagi davlatlar shu doirasida ansirayotganligini Amerikaga bildirib keldi. Yuqori darajaliklargacha shunday qildi deb ko'rsatdi. Mudofaa ministri Ashton Carter yana mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungo o'rtasida ixtilof bo'lsa-mu, Washington bu rayonning muqimligini buzib etmaydigan bir usulda ixtiloflarni hal qilmoqchi bo'layotdi deb ko'rsatdi. Davlat Mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining Ashton Carter Tashqi munosabatlar komitetining Nyu-York shahridagi siyosiy tadqiqot o'rnida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Koreyaga Amerika Qo'shma Shtatlarining raketa sistemasini o'rinlashtirish to'g'risidagi bir parcha loyiha bugun reallikka aylandi. Diqqat vatandosh. Koreyaga Amerika Qo'shma Shtatlarining raketa sistemasini o'rinlashtirish to'g'risidagi bir parcha loyiha bugun reallikka aylandi. Gerçi Jungo qarshi tursin. Bu yana reallikka aylandi. U mundaq ko'rsatdi. Bu raketa mudofaa sistemasi Amerika armiyasi va ittifoqdoshlarni qo'g'dashda zarur idi. Bu plan Jungo'ga munosabatsiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter. Çavuşan 61'a birdane sun'iy hamroh qo'yib bergandan keyin Koreya Amerika bilan birlikda raketa mudofaa sistemasini o'rinlashtirishni muhokama qilgan. Bu odatda urush maydonida yuqori havo boshlig'ida mudofaa kurash sistemasi, ya'ni bu SAT deb ataladi. Ashton Carter mundaq ko'rsatdi. Osiyo Tinch okean rayoni kelgusida Amerikaga eng zo'r ta'sir ko'rsatdi. Minister Ashton Carter Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Tinch okean savdo hamkorlik kelishimini tasdiqlashiga haydakchilik qilib, mundaq ko'rsatdi. Kelishim Amerika bilan Osiyoni texnik ittifoqlashtirdi. Bu kelishimga qatnashgan barliq davlatlarga iqtisodiy fursat olib keladi. Demak, davlat mudofaaning ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining Ashton Carter hozir endi davlat majlisiga yetakchilik qilib deydi. TPP Osiyo Tinch okeanda olgan kelishimni tezroq tasdiqlab berishni talab qilyapti va yetakchilik qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter Amerika bilan Hindistonning, Amerika bilan Filippinning munosabatini yana ta'kidladi. Kelar hafta shu davlatlarni ziyorat qiladiganligini bildirdi. Davlat mudofaa ministri Ashton Carter. Demak, vaqatim Ashton Carter davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarining Filippinni, Hindistonni
Cumhur'u ziyaret qiladigan Osiyo davlatlarini. Akşamki televiziya programımızda Ashton Carter Cumhur'u ziyaret qilishni amaldan qoldirdi. Endi biz başta aytdik, Amerikanın raketa sistemisi endi Koreyaga o'rinlashtirilgan bo'ldi, reallik aylandi bo'ldi. Endi mana bu mushu sistema Osiyoning butkul vaziyatini yana boshqacha bir baldaq ko'tarishi mumkin. Chunki so'q munosabatlar urushi davrida Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Koreyada, Sharqiy Shimoliy Osiyoda yadro qurollarini o'rinlashtirgan. Keyin so'q munosabatlar urushi illigandan keyin, yemirilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Burayindan yadro qurollarini chekindirgan. Xuddi Filipindan harbiy baza chekingandir, chekindirgan. Bugün toptoğru 25 yıl ötkende aldı kendine de endi Amerika Qo'shma Shtatları Koreya yerim aralarga yani qaytadan yani raketa sistemasi o'rinlashtirilgan bo'lyapti. Ashton Carter başta aytdi, bu Jungo qartilgan emas. Shundaq deyli, biz buni Jungo qartilmagan, faqat Chawshanga qartilgan deyli. Bundan keyin Chawshanning yadro qurollari, raketa qurollari agar bu sistema Koreya yerim aralarga o'rinlashtirilgan bo'lsa, o çağda Çavuşen'nin devlet çegrasıdan yoki Çavuşen'nin atmosfera qatlamidan yiroq chiqib ketelmaydi. Bu dahshatli voqea bo'ladi. Demak, Koreya o'zining nima Çavuşen o'zining ichida o'zi qoladi degan. Uning quroli o'zining davlati doirasi qoladi. Boshqa yerga atgan bomba raketalarning hammasi atmosferadan bosib chiqolmaydi. Chunki bu yerda Koreya yerim oralida Amerika sat belgilik raketadan mudofaa qilish sistemasini o'rinlashtirdi degan gap. Bu Jungo qanday ta'sir qiladi? Buni keyin ko'ramiz. Oldimizda o'tib ketgan 2-oyning 25-kuni, 22-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Washingtonga kelib, Çavuşen'i jazolash to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarida kelishim imzolaganda SAT raketa sistemasini Koreya oraliga yerim oraliga o'rinlashtirmaslik to'g'risida yelingan, yalvargan yoki diplomatik xizmat ishlagan Amerika Qo'shma Shtatlari. Endi bugun mana 4-oyning 9-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligining ministri Ashton Carter SAT raketa sistemasi Koreya yerim oraliga o'rinlashtirilgan bo'ldi. Muborak bo'lsin vatandoshim.